pulchatirdan qo'shamiz va bu datchikdan ko'rsatib turadi. Necha tokka ishlatib foydalanayotganingiz mana. Ana endi qo'yiladi, ishlatib ko'raveramiz. Mayilligini ko'rasizlar. Mana o'zi tortadi. Mana hurmatli chorva ishqibozlari, juda ham mayin qilib yuboradi. Umuman yog'och qolmaydi bunda. Juda ham mayin. Buni yegan hayvon oshiqcha energiya sarf qilmaydi. 2-3 marta chaynab bemalol yutaveradi. Ho'l poyalarni ham shunaqa silos darajada qilib Umuman yog'och qolmaydi bunda. Shunaqa mayin qilib beradi. Buni ustiga kepak sepib bersa, ular ham bemalol yoradi.